Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi saxiy do'konimizda mana 11:00 Zubir Bartavoyli motovlogimiz sotildi. Ko'rishlar mumkin. Namangan Chustga yurg'izib, tekshirib, ishlatilib, dastavka qilib chiqarib yuborilyapti. Yoniga kichkinaroq motovlogchi ham olishdi. 7 ot kuchli statilli motovlogimizni ham olishdi qo'shib. Uni ham yurg'izib, ishlatib tekshirib berdik. Hozir Laboch akamiz ham borib, ularga ko'rsatib, qanday o't qo'yishlarni, frezalarni qo'shishlarini ko'rsatib beradi. Bemalol dastavka xizmatlarimiz ham bor. Aytilgan narxlarda ichida bo'lmaydi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana freza pichoqlarini ham ko'rishlar mumkin. Bemalol 30-35 sm haydaydi yerda. Qo'shimcha bularda ichida shu aytib o'tganimdek frezasi, mana o'tiradigan sidinasi hamda bir korpusli pluglarni ham yuklab qo'ydik. Mana bu ko'rishlar mumkin. Tagida bir korpusli pluglarni ham yuklab qo'ydik. Statilli motovlogimizda frezasi bo'ladi komplet holatda. Motori 170, benzinli, 7 ot kuchli motovlogimiz bo'ladi. Manzilimiz Qo'qonda, saxiy do'koni. Xo'p. Kimga shunaqa motovlog, Zubirlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Dastavka xizmatlari ham bor. Aytilgan narxlarda ichida bo'lmaydi. Klient bilan kelishgan holatda bemalol chiqarib beraveramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa ishlatib, tekshirib, yurg'izib, garantiyalarni yozib chiqarib beraveramiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin.